o'sha vaqtda eshitdim. Qizlardan faqat ijodingiz haqida eshitdim. Xursand bo'lardikki, haqiqatan Buxorodan ham yaxshi ijodkor yosh shunday shoirlar chiqadi. Bekorgan kitobni ham sahifalarda men vijdonni ko'rdim. U yerda 7 pirimizni, tariqatimizni birinchi asoschilari 7 pirimizni ziyoratgohlarini rasmini qo'ygan ekansiz. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi albatta. Dunyoga mashhur qilgan 7 pirimizni, ustozlarimizni iloyim qo'llab-quvvatlab, ijodingizga ijod bersinlar. Yangam bilan Buxoro shahrida mehmon bo'lib o'tiribsiz. Sizga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy baxt tilaymiz. Madaniyat boshqarmasining yigitlari, Vobkent tumani madaniyat bo'lim boshlig'imiz, o'rinbosarlarimiz, bo'lim boshlig'iga ijodingizdan bir shingil aytib bersangiz, bizlarni xursand qilgan bo'lasiz. Ustoz, ijodingizga ijod berilsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz buxoroliklar, aziz hamyurtlarim, aka-ukalar, ota-onalar, opa-singillar, shogirdlarim. Mana bugun sizlarni maqom konkurslaringiz davom etayotgan bir qutlug' kunda Buxoroga keldim. Xush kelibsiz. Buxoroi sharif haqida Xudo xohlasa 4-5 kunning ichida Buxoro taronalari degan katta saylanma kitobim chiqyapti. Nasib. Buxoro hokimiyatining homiyligi ostida. Xudo xohlasa yangi yilga qadar bu bayram sovg'asi bo'ladi. Rahmat. Men shu kitobga kiritilgan Buxoroga kelin bo'lsang Buxoroga nomli she'rimni mana shu sizlar san'atkorlar davrasida Buxoro maqomchilariga sovg'a sifatida o'qib beraman. Rahmat ustoz. Rahmat. Boshin egarlab havuz chinorlari, osmonlarga tegib turgan minorlari, baxting so'rab berar imom buxorlari. Buxoroga kelin bo'lsang Buxoroga. Mag'ribdan to mashriq bilar ovozasin, tortiq qilar storai mahosasin. Kelsang ochar 12 ta darvozasin. Buxoroga kelin bo'lsang Buxoroga. Baxting bo'lar yulduzlarga qadar yetgan, qasring bo'lar ayvonida quyosh yotgan, bolang bo'lar 7 pirlar nazar etgan. Buxoroga kelin bo'lsang Buxoroga. Samolardan nur to'kilgan yo'llaringga, ko'z tegmagay uzikka ko'z bo'ylaringga, sadoyini ham chorlagil to'ylaringga. Buxoroga kelin bo'lsang Buxoroga. Haqiqatan Buxorodan kuyov qiling degan asar bor edi. Buxoroga kelin bo'lsang ham bo'ldi. Endi to'yni boshlaymiz. To'yni boshlaymiz. Buxoroning yigitlari bir xursand bo'lsin. Iloyim. Bu she'rlarni qo'shiqqa aylantirib aytishsin. Mana o'sha yangi kitobimning muqovasi. Mana ko'rib xursand bo'lsin xalq. Buxoroliklar, aziz yurtdoshlarim. Buxoro taronalari. Yangi yilga yangi yil sovg'asi bo'ladi, Xudo xolisa. Nasib. O'zbekning qorbobosi deydi-ku, yangi yilga sovg'a bilan kelibdilar. Sovg'a. Xursandmiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizning ijodingiz doim ijodkorlarga ijod berib keladi. Rahmat. Sizning she'rlaringizni ancha mashhur xonandalarimiz qolaversa Tojikistonda men yaqinda bo'lganimizda eshitdim, sizni ancha so'rashdi. To'g'risi, she'rlaringizga muxlislaringiz ko'p ekan. Men xursand bo'ldim, sababi Buxoroi sharifni yana davomchilari sifatida siz ustozlarni duolaringizni olib yurish bizga nasib etdi. Rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Sog' bo'ling doim. San'at maktabi, maqom maktabi, qolaversa shahrimizning mehmonlari ham kirib tomosha qilishdi, sizlarni ijodlaringizdan bahramand bo'lishdi. Men bugun mamnuniyat bilan sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiramanki, ko'rik tanlov tashkil qilingandan keyin bilasizlar, har bir asarning yaratilishi bu farzandni ulg'aytirib katta qilish bilan barobardir. Bugungi ijodlaringizga ijod berilsin. Menimcha bugun ancha ijodiy ishlar namoyon qilindi hamda hakamlarimiz tomonidan, ustozlarimiz tomonidan ko'tarinki ruhda balla qo'yilgan ekan. Men so'zni ustoz bir kelsangiz, bir o'zingiz davom ettirsangizda, keyin mehmon sifatida, faxriy mehmonimiz sifatida bugun ishtirok etyaptilar. Mana Sadoiy shoirimiz shu yerdalar. Ustoz o'zlarini yangi yaratadigan ijodlari bilan, shu bilan bir qatorda yangi yilga bir
Buxoro xalqi uchun bir esdalik sovg'alarini shakllantiryaptilar. Shu maqsadda so'zni shunga ham bersak, birgalikda tadbirni olib bo'lsak. Ustoz, endi Assalomu alaykum. Bu yerda ustozlar ham borlar, shogirdlar ham borlar, tengdoshlarimiz ham bor. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Ana bugun tumanlar hammalaringiz bir-birlaringizni eshitdingizlar, ha? Endi bu yerda hozir g'olib chiqqan tumanlar. O'sha masalan ikkita bo'ldi. Endi bu yerda hozir o'sha g'oliblari keldi, 6 ta tuman bo'ldi. 6 ta tumanni ham o'sha nimasini dasturini eshitib ko'rdik. Hammamiz birgalikda. Hech kimni zaldan chiqarib, yoshirincha qilamiz, unaqa gap bo'lmabdi, ha, to'g'rimi? O'sha uchun hammalaringizga rahmat. Hammalaringizga o'sha maqom ijro qilyapsizlar, maqomni umrini bersin. O'sha nima deydi, ustozlarimiz sog' bo'lsin boshimizning ustiga. Endi bu yerga hozir biz hakam hay'ati tuzganmiz, ana ustozlarni hammalaringiz bilasizlar. Hech kim bu yerda masalan bu tumanni qo'llab-quvvatlaymiz, unaqa gap bo'lgani yo'q. Ijroga qarab bahosini berdik. Ustozlar hammalari bir ovozdan haqiqatan gapimiz bir joydan chiqdi. Ana shu desak, hammamiz o'sha hammaning qulog'i bor, ko'zi bor, eshitib nima qilib turibmiz-ku. Hammasi shaffof ravishda bo'ldi. Kim qanaqa joyni oldi, kim qanaqa nimani hozir e'lon qiladi. Ustozlarga, juri a'zolariga rahmat deymiz. Ishmurod aka, To'ymurod aka, Tolib aka, Komil aka, Fazliddin hammalaringizga rahmat deymiz. Ijodlaringizga omad, maqomni davom ettiramiz. Yani har yil bo'ladigan konkurs bu. Bu o'sha Buxoroda bo'layotgan bir-birimizni o'sha masalan maqommi, bir-birimizni yuzimiz. Shu yuzimiz ijromizdan bilinadi. Shu jiddiy qarashaylik maqomku bu. Bu ajrini tepadan beradi. O'sha hammalaringizga rahmat, ishtirokchilarga. Hammaga o'sha masalan rahmat. Men endi ustozni tanishtirib o'tirmasam ham ko'pchilik ijodkorlarimiz yaxshi biladilar. Bugungi kunda she'rlari nafaqat respublikamizda qolaversa, Turkiy davlatlar orasida she'rlari, navolarga solinib, bu asarlar yaratilgan. O'zimizning xalq artistlarimiz qancha qo'shiqlarni ijro etdilar. Mana bu kun tashrif buyurgan akalar shu fursatdan foydalanib sizlarga tabriklarni, so'zlarni olib, bugungi davramizga fayz baraka qo'shilsin degan ma'noda taklif etdik. Rahmat, taklifimiz qabul qilganingiz uchun. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, aka-ukalar, ustozlar, shogirdlar, yurtdoshlarim. Avvalo sizlarni mana shu yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayramlari bilan tabriklayman. Kelasi yillarga iste'dodlaringizga iste'dod qo'shilsin, ovozlaringizga ovoz. Bunaqa konkurslarga doim birinchi o'rinni olish nasib etsin. Nafaqat Buxoroda, respublikada, jahon miqyosidagi konkurslarga birinchi o'rinni olinglar. Mana bugungi kundan buyon aziz yurtim Buxorodaman. Yangi yil tabrigi bo'ladi sizlarga. Buxoro taronalari degan saylanma kitobimni chiqaryapmiz. Buxoro hokimiyati homiyligidan butun Buxoro xalqini tarannum etgan Buxoroi Sharif oltin ostonam menim, ikkinchi Makka-yu Madinam menim degan dostonlarim, qo'shiqlarga aylanib ketgan she'rlarim hammasi shu saylanmaning ichida bo'ladi. Yangi yilga shu qo'llaringizga yetib boradi, tarqatamiz. Bu Kamina Mavlono Shamsiddin Sadoyini sizlarga atalgan sovg'am bo'ladi. Qaror bilan hakamlar uzoq muhokamaga kirdilar. Bu har yilgidan ham qiyin bo'ldi. Baholash, nima qilish. Chunki qo'shimcha ravishda o'rinlar ham qo'shib salgina nima ahvolga ham tushirib qo'ydilar. Hammalar noqulay ahvolga. Hammalaringizdan uzr so'raymiz. Mabodo diplomi kimda yozilmagan bo'lsa yo boshqa nima bo'lsa, mendan oladi, alishtirib. Shuni oldindan aytyapmiz. Rahmat, eng yaxshi yakkafon ayol nominatsiyasi. Ijrochi nominatsiyasida Shahzoda Jalolova, Romitan tuman jamoasi. Va alaykum assalom, tabriklaymiz.
ijodga Muborak bo'lsin. Shunday uchinchi o'rin bilan Ikkitalik sizga. Rahmat. faxrli ikkinchi o'rinni egallagani uchun Vobkent tuman maqom jamoasiga Vobkent. Qorako'l tuman. Qorako'l. Peshku yana bir kishi yordamchi kelinglar, ustoz nazar bermaylik, bu sal og'irroq. faqat iltimos videoskalaringizga shu maqomni rivojlantirish uchun boshqarma bilan yelkama yelka o'tirib